Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi video roligimizda biz Martingale strategiyasini ishlatgan holda Binarium platformasi orqali $100 dan $200 daromadga ega bo'lib, o'sha instruksiyani to'liq tarzda sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Video roligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatib, berilgan instruksiya bo'yicha ish tutadigan bo'lsanglar, Binarium platformasi orqali birinchi bor $100 ishlab topishingiz mumkin bo'ladi. Videorolik juda ham qiziqarli va foydali bo'lib o'tadi. Davom ettirishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Barchangizga assalomu alaykum bolalar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, bugungi video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Albatta davom ettirishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Bugungi video roligimizda sizlar bilan birga Binarium platformasi orqali savdo qilgan holda Martingale va texnik instrumentlar strategiyasini ishlatib $50-100 daromad olishga harakat qilamiz. Video roligimiz davomida ba'zi bir tushunmagan, bilmagan savol-javoblaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga komment orqali murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, boshladik. Ro'yxatdan verifikatsiyadan o'tib olganingizdan so'ng va shotingizni to'ldirib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Biz shotimizni уже to'ldirganmiz va biznes statusiga ega bo'lganmiz. Ha bolalar, bu yerda statuslar mavjud. Shotinglarni $100 ga to'ldiradigan bo'lsanglar yoki $10 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, start statusiga ega bo'lasizlar. Oddiy qilib aytganda $200 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, standart statusiga ega bo'lasizlar. $500 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, biznes statusiga ega bo'lasizlar va oddiy qilib aytganda $2000 va $5000 ga shotinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, Premier va VIP statusiga ega bo'lasizlar. Otabek aka, statusi nima foydalari mavjud deydigan bo'lsanglar, bu haqida o'tgan video roligimizda sizlarga to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tgandik. Ya'ni bolalar, statusinglar qancha kattaroq bo'ladigan bo'lsa, raybekinglar ham shuncha kattaroq bo'ladi. Rayback bu o'zi nima? Balansimizda $1000 pulimiz mavjud. O'sha $1000 Binarium platformasi orqali sliv qilib yuboradigan bo'lsak, agar VIP statusiga ega bo'ladigan bo'lsak, 15% gacha shu yo'qotgan pulimizni qaytarib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Binarium platformasi o'sha pullarni qaytarib beradi. Tushuntira oldimmi? Qiyin joy yo'q. O'shaning uchun ham boshida bu sohaga endi kirib kelayotgan bo'lsanglar, biliminglar mavjud bo'ladigan bo'lsa, hozir $100, ertaga $500 ga to'ldirgandan ko'ra birdaniga kattaroq summaga to'ldirganingiz yaxshi. Chunki statusinglar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, oddiy qilib aytganda pulinglarni minus qilib yo'qotadigan bo'lsanglar ham ertaga o'sha pulinglar sizlarga qaytib keladi. Xo'p, noldan boshlaymiz. Mana bu tugmachiga bosgan holda biz o'zimizga ma'qul kelgan aktivni tanlashimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, mana bu aktivga o'tadigan bo'lsak. Va aytib o'tganimdek bolalar, bugungi video roligimizda biz faqatgina texnik instrument va Martingale strategiyasini ishlatgan holda $50 yoki $100 daromad olishga harakat qilamiz. Bu yerda biz nimani ko'ryapmiz bolalar? Bu yerda oddiy qilib aytganda ko'tariluvchanlik trend mavjud. Narx bir necha marta aynan o'sha liniyamizga tekganidan so'ng ko'rishingiz mumkin, tepaga qarab ko'tarilgan. Hozir ham xuddi shunaqa vaziyatda ko'ryapmiz. Narx yana o'sha liniyamizga yaqinlashganligidan so'ng asta-asta sekinlik bilan tepaga qarab ko'tarilyapti. Bolalar, bizda 2 minutlik time frame. Agar uzoq muddatga bitim ochadigan bo'lsanglar, oddiy qilib aytganda kattaroq time frame tanlaganinglar ma'qul. Biz minimalniy time framelardan foydalanyapmiz. Xo'p, birinchi bitimni bayga qarab $20 ga ochib olsak ham bo'ladi. Tak, aytib o'tganimizdek internetimiz ozgina qotyapti, bu narsaga ahamiyat bermaysizlar. Bolalar, aytib o'tganimizdek, bugun faqatgina texnik instrument va Martingale sistemasini ishlatgan holda daromad olishga harakat qilamiz. Texnik instrument bu o'zi nima? Oddiy qilib aytganda, mana bu ko'rayotgan liniyalarni biz texnik instrumentlar deb ataymiz. Mana narx bir necha marta mana bu liniyamizga tegyapti va 3-nuqtasiga o'zi yaqinlashgan. Biz bayga qarab bitimni ochganmiz. Katta ehtimol bilan narx hozir tepaga qarab ko'tarilishi kerak. Tegdi, ko'tarildi. Tegdi, ko'tarildi. Hozir yana bir marta tekkan. Tushuntira oldimmi? Bu bizda ko'tariluvchanlik trend instrumenti. Xo'p bolalar. Bizda nafaqat ko'tariluvchanlik trend liniyasi mavjud. Bozorda oddiy qilib aytganda уровень поддержки, уровень сопротивления instrumentlari mavjud. Ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Narx oddiy qilib aytganda bolalar, tegdi, ko'tarildi. Tegdi, ko'tarildi. Tegdi, ko'tarildi va yana bir bora tegdi va ko'tarildi. Ammo bu liniyamiz bir umr davom etavermaydi.
qachondir ham narx mana bu liniyamizni proboy qilib urib ketadi. Tushuntira oldimmi? O'sha narsaga tayyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Bayga qarab birinchi bitimimizni ochganda o'sha bitimimiz minus bilan yopildi. Endi biz Martingale sistemasi bo'yicha $40 ga keyingi bitimimizni ochsak ham bo'ladi. Oddiy qilib aytganda bolalar, birinchi bitimimiz minus bilan yopildi, to'g'rimi? Ammo biz ikkinchi bitimni ochyapmiz. Agar bu bitim ham minusga yopiladigan bo'lsa, keyingi bitimimizni o'sha $80 ga ochamiz. Qachondir bitta dona сделкamiz plus bo'ladigan bo'lsa ham, ammo bundan avvalgi 4 ta сделкamiz minus bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha bitta dona plyusovoy сделка orqali biz daromadga chiqib olishimiz mumkin bo'ladi. Qiyin joy yo'q. Ba'zi bir joylarga tushunmaydigan bo'lsanglar, aytib o'tganimdek, komment orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Narx rostdan ham bir necha marta o'sha liniyamizga tekganidan so'ng impuls bilan tepaga qarab ko'tarilgan. Boya $20 ga bitimni tepaga qarab ochuvdik. O'sha bitimimiz minus bilan yopildi. Hozir keyingi bitimni Martingale sistemasi bo'yicha $40 ga ochganmiz va katta ehtimol bilan bu bitimimizni bolalar plus bilan yopilishi kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Balansimizda $544 pulimiz mavjud. Birinchi vaziyat bo'yicha zo'r atrabotga qildik, keyingi vaziyatga o'tsak ham bo'ladi. Kelinglar boshqa parani analiz qilib ko'radigan bo'lsak, IMX. Bu yerda nimani ko'ryapmiz? Oddiy qilib aytganda bolalar, bu yerda уровень сопротивления selga qarab bitimni ochish uchun zo'r vaziyat. Internet bizda qotib aslida bitimimiz sal teparoq ochilganda o'sha 100% plusda bo'lgan bo'lardi. Уровень сопротивления otibeki bu o'zi nima deydigan bo'lsanglar, qaranglar bolalar, bu yerda juda ham ko'p точки соприкосновениялар mavjud. Ya'ni narx bir necha marta o'sha liniyamizga yaqinlashganidan so'ng impuls bilan atkat bo'lgan. Yaqinlashgan, atkat bo'lgan. Katta ehtimol bilan hozir ham yaqinlashganligidan so'ng atkat bo'lishi kerak. Kutamiz. $20 ga keyingi bitimimizni ochib oldik, bolalar. Biz 2 minutli time frame da savdo qilyapmiz va oddiy qilib aytganda 1 minutga bitimimizni ochyapmiz. Sizlar oddiy qilib aytganda 5 minutga ham, 10 minutga ham bitiminglarni ochishingiz mumkin. Farqi yo'q. Xo'p, gap bo'lishi mumkin emas. Bu bitimimiz ham plusga yopildi. Balansimizda $563 pulimiz mavjud. Gap bo'lishi mumkin emas, bolalar, zo'r. Ana endi kelinglar, keyingi vaziyatni boshqa para bo'yicha qidiradigan bo'lsak, PMX. Kelinglar, men bu aktivni analiz qilib ko'ramiz. Tak, bu yerda bizga kerakli vaziyat mavjud emas. O'shaning uchun boshqa aktivga o'tsak ham bo'ladi. Video roligimiz ozgina cho'zilishligi mumkin, ammo diqqat va e'tibor bilan kuzatishni unutmanglar. Xo'p, bu yerda ham bizga kerakli vaziyat yo'q bolalar. Kelinglar, time frame'larni ozgina o'zgartirib ko'radigan bo'lsak. 2 minutlik time frame, 1 minutlik time frame. Xo'p. Aytib o'tganimdek bolalar, Binarium platformasi orqali sizlar ham valyutni paralar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi, ham oddiy qilib aytganda kriptoaktivlar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari aksiyalar bilan ham savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa vaqtni cho'zmasdan keyingi bitimimizni ham ochib oldik. Bu yerda ozgina opasniy vaziyat. Bu bitimimiz minus bilan yopilishligi ham mumkin, ammo bu bitimni bekardan bekor ochganimiz yo'q. Bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Kichkinagina tushuvchi trend kuzatishimiz mumkin. Undan tashqari tepada juda ham kuchli уровень сопротивления liniyasi mavjud. Bu bitimimiz minusga yopiladigan bo'lsa ham, bundan keyingi bitimimiz katta ehtimoli bilan plusga yopiladi. Bu bitimni ham bolalar biz 1 minutlik time frame da ochganmiz, ya'ni oddiy qilib aytganda 1 minutdan so'ng bizning bitimimiz yopiladi. Minus bo'lsa minus, plus bo'lsa plus bilan. Aytib o'tganimdek, bugungi natija katta bo'lmaydi. Bugun biz maksimum 100 yoki $50 ishlagan holda savdoni bitirsak ham bo'ladi. O'zingizga обязательно limit qo'yishingiz kerak. Yokida bitimda, yokida summada. Masalan, men kirdim savdoga, bugun $50 ishlasam yetadi. Yokida men bugun 3 ta dona сделка ochaman, plus bo'lsa ham, minus bo'lsa ham farqi yo'q. Shunaqa nastroy bilan savdoga kirishingiz shart. Gap bo'lishi mumkin emas, keyingi bitimimiz ham plus bilan yopildi. Balansimizda esa bizda bolalar $581 pulimiz ham mavjud. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Aynan shu joyda video roligimizni bitirsak ham bo'ladi. Bugungi istoriya targovamizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana marhamat. Istoriyamiz. Atiga bitta dona bitimimiz minus bilan yopildi. Qolgan hammasi bolalar plus $38, $36, $76. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r natija. O'shana qilib siz ham oddiy instrumentlarni ishlatgan holda daromadga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bolalar, barcha silkalarni video roligimizning описаниесida qoldiramiz. Albatta bizani silka orqali ro'yxatdan o'tib bizani promo kodni ishlatadigan bo'lsanglar, birinchi depozitingizga 100% bonusni
qo'lga olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni balansingizda 10 million so'mga to'ldiradigan bo'lsanglar va bizani Kamilov promokodimizni kiritadigan bo'lsanglar, ustida yana 10 million doполнительно olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni balansingizga 10 million so'm emas, уже 20 million so'm pul tushadi. Tushuntira oldimmi bolalar? Barchangizga xayr, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha